أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال باب إحياء الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه. أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ من أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي له. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال لا يكون له إلا أن يجعلها له الإمام. قال وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له فإن لم يفعل لم تكن له. باب إحياء الأرض مشاهدة eskimning mulki bo'lmagan tashlanib qolgan foydalanmaydigan zamin shu zaminni qassa yani bo'zga qassa deganda biiznil imam au big'ayri izni imom o'shada davlat raisi va hukumatdan islom hukumati islom hokimiyati ruxsat qilgan bo'lsin ruxsat qilmagan bo'lsin ochgan taqdirda shuning bo'lib ketamdi yoki qanday bo'ldi. هشام بن عروة عن أبيه قال النبي عن أبيه عروة قال degan ekan bu mursal bo'ldi. Lekin Imom Buxoriy va boshqalar Hazrati Oyshadan an Urva an Aisha radhiyallohu anha deb mavsul rivoyat qilgan. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. Xarobliq yoki tashlanib qolgan egichaqsiz zaminni ochsa shu kishining bo'lib ketadi. Mayyita deb atilishda foydalanmaydigan jihatdan o'likka o'xshatildi. Va laysa li'irqin zolimin haqqun yoki li'irqi zolimin deb bil idofa shuna bir rivoyat qilingan. Boshqalarning zaminida ko'chat tikib olgan kishining hech qanday haqqi yo'q. Egichaqsi yo'q. Zaminni ahyo qilsa shu kishining mulki bo'lib ketadi. Lekin boshqalarning mulki bo'lgan bir zaminga bir narsa terib olsa, uni qumrab tashlatamiz, buning hech qanday haqqi bo'lmaydi demoqchi. Annahu qala man ahya ardan mayitatan fayalahu. Bu Hazrat Umardan mavquf holatda rivoyat qilindi. Qala Muhammad rahimahulloh, Imom Muhammad, Abu Yusuf, Shafi'i va Ahmad jumhurlar biz yuqorqi qarashni tutamiz. من أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فيله. İmam ruhsat qilsin, yani İslam hükümeti ruhsat qilgan bo'lsin, ruhsat qilmagan bo'lsin, shu kishining bo'lib ketadi. Tarimga beriblam hech kim ishlatmagan, ilgisi yo'q, ya'ni shunda teriblam ko'klamga aylandirsa, shuni zamin bo'lib ketadi. İslam hükümeti ruhsat qilsin, qilmasin, shuni bo'lib ketadi. Chunki nada Rasululloh o'zi ruhsat qilgan. Allohning Rasuli demakchi. Xuddi nima o'xshaydi? To'g'raqliq chiriblan to'g'raq o'tan nimani edib yog'ochni kesib bilan arib bozorga chiqib sotadigan odamning mulki bo'lib ketdi. Shunga o'xshash demoqchi. O o'g'lisimi shunda. Va amma Abu Hanifata rahimahulloh faqala la yakun lahu illa an yaj'alaha lahu al-imam. Islom hukumati ruxsat qilgan bo'lsa, kimki bunda yashasa, bo'zga assa, shu kishining bo'ladi deb belgilanib chiqargan bo'lsa, shuning bo'ldi. Yo'q onun bo'lib ketmaydi deb qonun chiqargan bo'lsa, onun bo'lib ketmaydi. Qala va yanbaghi lil imam idha ahyaha an yaj'alaha lahu. Qala mashada qala Imom Abu Hanifa demakchi. Qala Muhammad degan bo'lishi ehtimol, lekin Abu Hanifa bakrak emas. Bo'zi ochgan bo'lsa, islom hukumati o'sha kishiga bersa yaxshi, mustahab. Hadisda kelgan ekan, u foydalangan holatga o'zgartgan ekan, o'shani berib bersa yaxshi. Eğer bermezse hiç gap bo'lmaydi. Yani bu hadisga zid mesela. Bunda Allah berganda bu tatib olgandek bunda bo'lmaydi. Nima uchun? Davlat deganning ba'zi qo'dildigan maxfiylik o'rinlari bo'ldi. Mesela atom stansiyada bir narsa qilgan bo'lsa, ya'ni bir oyim bo'lgan bo'lsa, buni bir qanday qilib ko'z yoshdimda yo kapitga olsa bo'lmaydi mumkin. Hozir islom hokimiyatining ruxsati bo'lishi bu zarur.
باب الصلح في الشرب وقسمة الماء. باب الصلح في الشرب. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومزينب يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال محمد وبه نأخذ لأنه كان كذلك الصلح بينهم ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم. Şirb degan suv ichish nasibasi, suvdagi haqqi. Valaha shirb yawmin ma'lum. Nima? Valaha shirb yawmin ma'lum. Shundan bir shaqqi bor degan ma'noda. Suvdagi nasiba, o'rtaq suvdagi nasiba va shu suvni o'rtaq suvni taqsim qilish masalasi. Mahzur va Muzaynib vodilaridagi eqib kelgan sallarda, sal suvlarda Rasululloh shunda degan. O'shqqa chiqqidek miqdorda suvni tutib qilib, undan keyin yuqori tarafdagilar tuvandikilarga qo'yib qo'yishgan. Yani bu suv yaqinlashishlari. Eriq bizning bog'ning oldida o'tirgan bo'lsa, etizdan biz suvni to'simiz, to'sab bizdan eriqqa boshlaymiz. Eriq bo'lsa shunda o'rlab bizning o'shqqa tanglashsa yoki qirg'a tanglashgan chog'da suv ichgan bo'ldi, ehtiyoj qoldi, undan boshqalarga qo'yib berish lozim. Va bihi na'khuz li'annahu kana kadalika sulh baynahum. Imom Muhammad bunda tahlil qildi. Shu chog'da shu joydagi kishilarningki o'tirdiki to'xtam yoki kelishim shundaqdi. Bular shunda putishgan. Qanday odam o'shiqmi shunda qilish kerak degan gap emas. Shu chog'dagilar shunda putishgan. Shu to'xtam bo'yicha bunda qilish kerak demakchi. Vali kulli qawmin mastalahu. Har qavmningki o'zining tutishgan narsa bor. Ilkabayn emas, masalan, 10 sant o'rrak qachilib qo'yib turdi demdo yoki tang bir vaqtda azroq boshlaysa, azroqni to'ndiga qo'yib tursan demdo masalan, endi tutisi bo'ldi demakchi. Va aslamu alayh. Yani bu musulmon bo'lgan chog'da shunda bir qoidasi bo'lsa, shu hisob degan ma'no. Min uyunihim bulaqlari, suyulihim sal suvlari va anharihim va shirbihim. Kichish navbatda yoki nasivlari, daryo ustanlari shu ishlardan musta shunda o'zi pishgan bo'yicha bo'ldi. أخبرنا مالك أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريل فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد بن مسلمة فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك. لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى فكلم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فأبى فقال عمر رضي الله عنه لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. قال محمد لا والله. فقال عمر رضي الله عنه والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يجريه. أخبرنا مالك أخبرنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أرفق بعبد الرحمن وأقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فقضى لعبد الرحمن بتحويله. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الرجال عن أمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ أيما رجل كانت له بئر فليس له أن يمنع الناس أن يستقوا منها لشفاههم وإبلهم وغنمهم فأما لزرعهم ونخلهم فله أن يمنع ذلك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. خليج degan bir iriq yoki o'stan, O'ray degan bir vodining ismi.
Dahhak bu Uraydiya vadidan da erişip ekilib o'zining ziminiga suv ekenmoqchi ekan. Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu'ningki ziminidan o'tkazib olay shuni desa, unmagan gap. Bu foydali tursa, sen bu foydalansa, boshqaning foydalanadi, sana hech qanday ziyon yo'q desa unmadi. Hazrat Umar shunday unmagan ekan, buni majburiy oludi irqni deb hukm chiqib qo'ydi. Wala wala batnak yani mubalag'aning tahdid tariqasida qo'sqonning ustidan bo'lsin aqtirib o'pirmaymiz demoqchi. Bundan an yujriyahu irqni ilivergan, irqni elib ashun zamindan iqtib o'pag'an demoqchi. Rabi'a deganmi bir irq yoki kichik o'stan. Ash kishining mazininingki beg'ida Abdurrahman ibn Avfningki bir irqi bor ekan. Şu kişinin beg'i kirib, ondan Abdurrahmanning beg'iga o'tadigan. Bu irq matrabdan kirib unda aylanib boradigan bo'g'achqa, buni qisqartib bilan yiqiyadan elolay manbika qilib o'tib, unmagan ekan. Umar ibn Xattob elishga buyurgan. La yumna'u naq'u bi'rin. Naqa degan dug'i ya chang tuzang degandek ma'noda. Qadam puduqning tigida qolgan, ehtiyojdan ortiq qolib qolgan suvni boshqa to'svasi bo'lmaydi. Masalan, o'zimiz ichib bo'ldik. Undan keyin bugun bizdan ish navbatimiz bo'lsa-mu, lekin suv qolib qoldi ortiqcha. Anikin birisi ichay deb qolsa yoki foydalanib olay desa, uni to'sib bo'lmaydi deymiz. Naqa degan ba'zi chang tuzang degan ma'noda kiradi. Ka'anna matharan naqi fawqa ru'usina va asyafana laylun tahawa kawakib. Balag'at o'qigansizlar qachon? قال محمد رحمه الله بهذا نأخذ أيما رجل كان له بئر فليس له أن يمنع الناس أن يستقوا منها لشفاههم. شبالي دسا توصب ما يدو يعني إذا نشين دمك شفاههم إغزل الله من شدان وإبلهم وغنمهم ولغلرهم شواسون دسا رد كسب ما يدو. فأما لزرعهم ونخلهم أما بغلرغا يتزلقلرغا سباشر الله دسا رد كسب الله. كتاب العتاق قل أزد قلش بلما كتاب الرجل يعتق نصيبا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق bir kishi boshqalar bilan o'rtaq bir qulni sotib olgan bo'lsa, o'zining nasibasini ozod qilib o'tib qolsa, 50% shu kishining bo'lsa, men o'zimning haqimni ozod qilib o'tdim deb qolsa, hukm qanday bo'lmoqchi? Aw yusaybu saibatan, saiba degan aslida tuga. Şu cahiliyet davrida batg'u ma ja'alallohu min bahirati va la saibati va la wasilati va la ham. Bunda aslab qilib paydo qilgan Amr ibn Luhama. Shu paydo qilgan. Yani bu bir xil ibodat uchun olgan narsa. Manda bo'lib qolsa, deb bir nazar qilib ibodat maqsadida o'zining xudosi uchun, ya Alloh uchun unda qo'yiladigan gap. Hech kim chaqilmaydi, uni so'yib yemaydi, Hindistonning kallaridek yuradigan gap. Minmaydi uni. Yani o jahiliyatning bir ishi bo'lg'achqa, saiba degan so'z keyincha tugilarni unda qilish yo'q, lekin qullarni ozod qilgan chaqda ozodgarlik huquqi voz kechdim deb ozod qilib tashlab ketsa, keyincha ozodgarlik huquqi ozod qiluvchi bo'lmasa, shuni saiba deydi. Shu qulni saiba deb ataydi. Aw yusi bi'atqin yoki ma'ula ketib qolsam ma'qulni ozod qilib o'tinglar deb vasiyat qilgan bo'lsa, qanday bo'lmoqchi? Akhbarana Malikun akhbarana Hisham ibn Urwa an abihi anna Abu Bakr radhiyallohu anhu sayyaba saibatan. Bir qulni ozodgarlik huquqi bo'lmaydi bo'ldi. Undan voz kechdim deb ozod qilib o'tgan dedi. Shuni ozod qilib o'tish joiz. A'taqtuka saibatan desa joiz. Buni joizligi ittifoq. Lekin ba'zi ulamolar bu saiba degan so'z jahiliyatning qalbi qo'ygan, astugini qo'yib birishdan kelgan so'z bo'lg'achqa, saiba deb bunday qilish yaxshi emas deb yoqtirmagan taraflari bor. Ammo joizligi ittifoq. Lekin shunda ozod qilgan taqdirda igdorchilik huquqi yana shu ozod qiluvchi bo'lamdi, bo'lmamdi, buningda ixtilof bor. قال محمد رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أشو بريرة رضي الله عنها نكادس وغو شوندا الولاء لمن أعتق أزد كردلك حقوق ديگان أزد قيغان كشد بلودو ديگان وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا سائبة في الإسلام İslamiyatda da sahibi qilish yo'q. Yani tuglarning da qilish yo'q demakchi. Lekin qullarning da qilish bormi yo'qmi yoki shu qulg'imi tavami gap u bir masala.
Yani bu cahiliyetin adeti İslam'da kılıç yok demek şey. Yani neticede bu el-vela limen a'taq azalkerde hukuku buludur demek. Velav istakama nevada İslamiyet'te aynı sahibi azat kılıç ve azalkerde hukukunu taşlatish jaiz bo'lgan bo'lib qolsa, an ya'taqa rajul sa'ibatan fala yakun liman a'taqahu wala'uhu lastaqama liman talaba min Aisha an tu'tiqa wa yakunu al-wala'u li ghayriha. Eğer birisi azatkarda hukuku voz kechsin deb tashlatib azat qilsa, azatga hukuki uni bo'lmaydigan ish bo'lib qolsa, Hazrat Aisha azat qilgan chaqda asli egalari, xo'jaylari azatkarda hukuki bizda bo'lsin deb turgan chaqda aşoldu bollab ketdi. Çünkü fakat azatgarlik hukuku yok degenden ma'nul bo'lmasin, ma'nul bo'lsin degan bu yangilik demek. Yani qiyas avlaviy bu. Faqat tuliba dergemin ash kishlar Hazrat Aishadan shunda talab qilgan. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق فاذا استقام الا يكون لمن اعتق ولاء استقام يستثنى عليه الولاء. Azat qilgan kishiga azatgarlik huquqi bo'lmasin mayli deyish to'g'rilab qolsa, o chaqda azat qiluvchi bo'lmasin, ma boshqadan bo'lsin desa to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Amaliyotda unda bo'lmadi demak. Fayakunu li ghayrihi. Li ghayri bo'lmagan ekan, cho'qim shu liman a'taq bo'ldi. Fastaqama an yahaba al-wala'a wa yabi'ahu. Yana agar ashunda qilish to'g'ri bo'lgan bo'lsa, sahiba azat qilish to'g'ri bo'lgan bo'lsa, o azatgarlik huquqini boshqalarga berib etsa, setvatsimi to'g'ri bo'ldi. Amaliyotda setvatish berib etish yo'q. Faqad naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an bay'il vala'i va an hibatihi wal vala'u indana bi manzilati nasab. Bizning nazarimizda vala degan urug' tuqqanchilik rishtasiga o'xshaydigan bir rishta. Hadisda al-vala'u luhmatun ka luhmatin nasab. La yuba'u va la yuhab. Undan sen masalan tuqqanchiligingni biradanga setvatamagandek mesela manın dadılık hukukum sattım deb nurgandek bu azatgarlik hukukunu sen satamaysan. Çünkü bunun azatlık bağışlagan hocayin degan o tuqqandımı çare. Yani hiç bunu şu derecede buldu. Hayatlık bağışlagandek bir işim. Ve huve liman a'taqa in a'taqa sahibeten ev gayra. Yani hatta özü sahibe azat kıldım ben bu hakkı vazgeçtim desimi yanılan şunu da onu kutlanmaydı. Tuqqanchilikdan bo'shnab chiqarmagandek. Va qala Abi Hanifa wal 'ammati min fuqaha'ina rahimahumullah. Akhbarana Malik akhbarana Nafi'un 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man a'taqa shirkan lahu fi 'abdin. Shirkan yani shiqsan yoki nasiban bir qulda bo'lgan nasibasini azat qilib etsa, bu qulning o'zi yerim shu kishining bo'lsa, ishkilan shirik, o'zining nasibasini azat qilib etdim dedi. وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد. Bunun qulida shu qulning qimmatiga yetadigan pul bo'lsa, qulning qimmatiga yetadigan pul bo'lsa degan yerimini azat qildi. Unda yerimi shirkini olganiga shirikiga beradigan yerim puli, qulning yerim puli miqdori qulning pul bo'lsa demak. Butun pul emas. Yerim pul bo'lsa boshqa shirikiga to'ligidek pul bo'lib qolsa, quvma qimatul adli. Buni normal bir baholab mesela bazı normal neşpul bağlılığı bularsa bunu tecrübeli kişiler 10 bin koyda bağlap koydu. 5 bin koyduk nasibimle azat kılığı tutma onda şirikке 5 bin koy vermiyor. Çünkü bu yerimin ucunda azat kılığı tutuşudan bu kul azat olup gitti. Bu azatlıkına yani nefsine karşılık olunmaydı. Şu kuluna yerimi azat, yerimi kulunda bulmaydı. ثم أعطي شركاؤه حصصهم. Onun için bir şirik olsa onun 5 bin koyunu, 2 şirik olup kalsa onun layına kâge yerde 3 bin koy edilmezse, 10 bin koy desek 3 bin koy 333'ten enda bir dölmez. Azat kılmanın yani şu pulunu alırdı. Azat kılman dese pulunu sep koyma. Ben azat kılar sen azat kılgan dedim. Ama bir sevap bir şey değil. Ve ataka aleyhil abd. Sonra bu Özden nesibesini azat kıldı. Şirkinin nesibesini pulusunu bir razı kılıp kul tutulayım. Muşunun kağındaki tuluk azat kılırken boğan iken vela muşunun buldu. Muşunun hesabıga azat kılındı bu. Ve illa fakat ataka anhu ma u'tika. Eğer bunda pulusunu tülü etmese yerin pulunu onun azat kılgan şu 50%'te muşunun buldu. Bunun çaresi çıktı hazır.
Sen okuyamı geçke. قال محمد رحمه الله بهذا نأخذ من أعتق شخصا في مملوك فهو حر كله. Bir kısmını azat kılışırılan bu hürriyet. Bütün. Çünkü bu hürriyet diyen kadar şunda ötekizden gibi. Ma yerimden şunda ma yerimden ötekizden. Ve in kana allazi a'taqa musiran dummina hissatu şurakaihi min al-'abd. Hissata şurakaihi min al-'abd. Yani dummina al-mu'tiqu hissata şurakaihi min al-'abd. Yuqorqi degan gapning o'zi baylab qolsa boshqani aql to'lasdan siz azat qilish bilan bir parchasini hammasi azat bo'lib ketib alni haqqi ketib qoldi basli pulisini deymiz va inkan mu'siran pul to'lamaydigan bo'lib qolsa boshqa pul yo'q ekan sa'al abdul li shurakaihi fi hisasihim ash pul azat bo'lib ketdi hozir bu azat bo'lgan ekan bu odatga azat bir odam ishlaydi ishlab pul topib shundan pulisini to'lab berdi azat qilmaganlarni. Va kadalika balagana anin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bizga shunda hadis yetib kelgan. Bu Imom Muhammadning, Imom Abu Yusufning, Imom Shafi'ning va Imom Ahmad va Malik, ya'ni jumhurning qarashi. Imom Abu Hanifa yolg'iz atrofidan yoki ba'zi mujtahidlar bilan birga qilib qolgan. Bu Rasulullohdan kelgan bu hadislar net sahobadan kelgan. Sen 6 kitobda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keldi. وقال أبو حنيفة رحمه الله يعتق عليه بقدر ما عتقه يعني بقدر ما اعتقد إلى أشو يرمنا أزت قيام بوسا يرمنا أزت قيام يسبتا 50% أزت قل ديمس تتم برنا أزت قيام بوسا شاركنا أزت قل ديمس 25%. Hamda şirklarga biz ixtiyorlikni beramiz. Biz so'zni shirk qartamiz. Shirklar yerimini azat qilib turibdi o'zining haqqini. Sizlar savobni ko'zlab sizlarni mushuni do'rab bir azat qilib o'tmamsizlar deymiz. Insha'u a'taqu kama a'taqna. Va insha'u uni bo'lmay qolsa dammanuhu. Ash birinchi qatim azat qilgan kishidan to'ltimiz azat qilmaganlarning haqqini. Chunki ularning haqqini qo'ldan chiqarib o'tib qoldi u. Chiqarishga sabab bo'ldi. To'laydi u. İnkâni musiran bayolab qolsa, yuqoriga o'xshash. Va insha'u endi yana bir ixtiyorliqim bor, shunday ixtiyorlar istas'u al-'abda fi hisasihim. Yerimini shirkimiz azat qilibdi. Ammo yerimini azat bo'lgan ekan, biz shirkdan to'ltib yurmaylik. Bizga shu kishi azat bo'lgan kishi ishlab haqqimizni tappason dedi. Fa istas'u aw a'taqu. Ular azat qilgan bo'lsin yoki qul ishlab tappason deb shuni tanlagan bo'lsin, kana la baynahum ala qadri hissasihim. Bu chaqda shirki 50% bu 50% bo'lgan ekan, azat qilish huquqimi anda 50%, manda 50% bo'ladi dedi. Ishlab topsimi shunday ekan. Chunki shirklarni ishlab topishga ma'qul kelgan ekan, xuddi bulun bir mukataba qilib azat qilgandek bir ish bo'ldi ekan. Va in dammanu shirkini to'lanlar deb qolsa, va in dammanu mu'tiqa kana al-wala'u kulluhu lahu. Shirki to'lutib yerimini o'zi qilgan bo'ldi, qolgan yerimini to'ldi. Bütün qulni azat qilgan bo'lgan ekan, al-wala'u liman a'ta wa raja'a 'ala al-'abdi bima dammana. So'lan bu yerimini to'latgandan keyin azat qilgan kishi birdan-bir kishi mush bo'ldi. Yerimini azat qilgan bo'lsin. Lekin yerim pulini men ashiriklarga to'latdim. Yerimini azat qilgan, yaxshilikni mushay bo'lsin, men shuncha qila olaman. Ammo yerim pulni men to'lagan pulni sen ishlab topgan desib. Ammo Abu Hanifaninki tafsiloti bakimda jinachga puxta. Aslida bu masalada talash tortish bor. Bu ikki xil qarash emas, 10 xil qarash bor masalan. Yoki 12 xil qarash bor. Bu navir taqildi bo'lsa, azat qilish qachilanadigan narsami, qachilanmaydigan narsami degan masala bo'lib taqildi. Sahibaning nazarida qachilanmaydi, Abu Hanifaninkida qachilanadi deyish mumkin. Har adam o'zini xalq sinov qilolmaydi. Ya qilolmaydi. أخبرنا مالك حدثنا مالك بشق مالك أن عبد الله بن عمر أعتق ولد زنا وأمه. أنا بقول نجاب لسه biz mesela sadık vermekçi olsak, zekat vermekçi olsak, diyanetlik, ahlaklık bir söz şunun versem deyimiz. Arak keş kımavazga, akçı gıdağına versek bulmaydı deyimiz var. Şunun okşaş, azat
qiygan chaqdimi ash taqodar obda odamni tanlab shuni azod qilish kerakmi yoki uni pastini setiliblan ashuni azod qilsakmi umi yaxshimi degan masala. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu shunda valadizina va uning onasi, ya'ni bu bir xil past kishilar. Onasi ham uni shu aramdan ketgan. Deb ashunda bir axloq yo'q, Allah'ın ayırmaydıgan kullanımı azat kıldı. Elbette bunun savab var. Kâle Muhammed rahimahullah la ba'se bidalik. Meyle ve huve hasenun cemilun. Bu mu yaxşı iş? Yani şimdi ahlaksız adamını azat kılması mı? Bu hürlük diyen ait bir olayda kımmet bu. بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن عبدين أحدهما لبغية والآخر لرشدة أيهما يعتق قال أغلاهما ثمنا بدينار. İbn Abbas radıyallahu anh'dan bunda sorulatken. İki kul var. Bir kul fasık ayolunki ya fahişeninki kulu. Elbette onun kulu mu şu yoksa buluş gerek. Yani birisi takvadar salih ayolunki. Qaysini setilib azat qilsak yaxshi degan chaqda qaysini ba'zi qimmat bo'lsa shuni setilish yaxshi. فهكذا نقول بزمو شندا دب قرايمز لو جمهورنا قرشه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمه الله سيد بخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سورالغان أفضل الرقاب قيسية سورالغان جادا أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها دين. Bu bir sadık olan diken, bu sadıkın adı kantlek cık sadık desan şunu çakşı olan diken, sen kulağından çıkılan pulga münasebet etmiş. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه. أنا أزرت عائشة كأكسى عبد الرحمن خلبلن عند أخلب كتكين. بر أخلاش ولا كتكين. أنا بو مكي ولده كتبان شرطه. فأعتقد عائشة عنه رقابا كثيرة. أزرت عائشة أكسى أطاب أذن يندن سمقلب نورغون كلانه أزرت قلبتكين. قال محمد رحمه الله بهذا نأخذ لا بأس أن يعتق عن الميت ولكن كان كشيء أطاب كل أزاد قصة بلده سوابيته فإن كان أوصى بذلك وسيد قلنا بوسا ما أقول كسم ما قلنا أزاد قلت الله تجمع بوسا كان الولاء له أزاد كذلك حقوقه أشوف لك كان كشيء بلده وإن كان لم يوصي بذلك كان الولاء لمن أعتق مثلا يقرق وقالك تأزاد عائشة بلده عبد الرحمن غماس عبد الرحمن وسيد قلنا بوسا أجنان قدر كم ميراثن أزقتيغان بوز عبد الرحمن بولته ويلحقه الأجر إن شاء الله تعالى يعني الثواب يلحق الميت تمشي هو مش هذا الميت أش الميت قا ثوابي تدوا لون كم آيات كم دفنما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لون كم واحد مش نستبز نلاقي إلا ما سعى أو سعي له إلا ما سعى أو سعي له. Mesela yukarı bir vakalikte atam için koysam bulamdı dedi, rüst koysam bulamdı sizi buldurduğun. Ilmadan bazı bir ibadet, kıl hecdedilgan, cismani, cepat atılgan bazı bir ibadetlerden de ruhsat veriyor. Lakin namazda ruhsat yok. Birisi namaz, birisi için namaz okup yaşıyor. Bazı ibadette bulan mesela sadaka ehsallı da İmam İbn Abdülbar şuna diyen as-sadaqatu vel-'itqu kullun mimma caizatun anil meyyiti icma'an. İcma var. Ondan koysa buludu. Bab bey'al mudabbar. Al-mudabbar mendin kiyin qasam azat deyilgan pul. Xo'jayinlar qilsa azat qilishlar. Bu mudabbarni setishga bo'lamdi, bo'lmamdi degan masalada ixtilof bor. Yani mazhabda sası bo'lmaydi. Shafiy va Imom Ahmadlar sası buludu degan. أخبرنا مالك أخبرنا أبو رجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعتقت جارية لها عن دبر منها فأولئك الشمس زهيات تبتكين وأن عائشة بعد ذلك اشتكت ما شاء الله أن تشتكي ثم دخل عليها رجل سندي أغرب يتقبطه خلي برمدة أغرب يتقاغن حضور غابر هندستانلıq kişi kiripti. فقال لها أنت مطلوبة سير نفسيس دبت بشيء قالت له عائشة ويلك ومن طبني
وإن من ديلغانسا كم من سيرختو قال امرأة من نعتها كذا وكذا من لا سبلك أيال لا سبلك بركتو فوصفها وقال إن في حجرها الآن صبية قد بال هذا أشياء لهم كشكدا بربوق الله كشكدا سيبوا الله فقالت عائشة ادع لي فلانا جارية لها كانت تخدمها özünün bir şuna süpetini oylasa özününki dedikinin süpeti. Derhal falanını çakranlar ise فَوَجَدُوهَا فِي بَيْتِ جِيرَانٍ لَهُمْ فِي حَجْرِهَا صَبِيٌّ Koşulanın öyde tepipti o dedekine. O dedekten kuşkuda bir boğak olup hakim. قالت الآن حتى أغسل بول هذا الصبي ما بلنا سلكنا تزوج تمش قايمة دقته فغسلته ثم جاءت فقالت لها عائشة أسحرتني من السحر لدنزما قالت نعم قالت لما قالت أحببت العتق siz ölseniz kaç da azat olsanlar çünkü mudabbarat قالت فوالله لا تعتقن أبدا ثم أمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب لمن يسيء ملكتها أتشكلها Hazreti Ayşe'nin Allah'ın kısım ki siz her bizim azat kılınmayısınız, azat bulmayısınız. Sonra onun ciyani buyurup bunu kopal muamele kıldıgan, taza cebatat kıldıgan bedevilik sit verdi. قالت ثم ابتع لي بثمنها رقبة ثم أعتقها. Bunun puluğa bir pul setülüp onu azat kılıverdi. فقالت عمرة فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان ثم إنها رأت في المنام أن اغتسلي من آبار ثلاث يمد بعضها بعضا. Şunda kılıp Hazreti Ayşe bir müddet şunda tutudu. Keyin tush ko'rdi. Tushida bununla munda değildi. Siz suyu birbiriga tutuşib ketgan uch quduqning suyidan junon deyilibdi. Yani uch quduq yaqin bo'lsa, bu quduqlarning suyi bunda billa aqilgan bo'lsa, turpanlik karizidek mesela. Shunda yer bo'lib qolsa, shuning suyidan junon debdi. Shuning sharti shu ekan. Fa innaki تشفينا شلون سقيف كتساس فدخل على عائشة إسماعيل بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أسعد بن زرارة فذكرت لهم عائشة الذي رأت فانطلق إلى قناة جمال كارزدك بناسا كان أصلك إرفتك فوجد آبارا ثلاثة يمد بعضها بعضا شلون بولو إزدا başında üç kudukun suyu birbirinden ötüşürken فاستقوا من كل بئر منها ثلاث شجب حتى ملأوا الشجب من جميعها. Bu üç quduqning suyidan hammasidan qajlab 3 tulumga suv qajlabdi. ثم أتوا بذلك الماء إلى عائشة رضي الله عنها فاغتسلت به فشفيت. قال محمد رحمه الله أما نحن فلا نرى أن يباع المدبر. Yani biz Hazreti Ayşe yuqorida mudabbarni sedatdigo biz mudabbarni sasib olmaydi deb qaraymiz. وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Yani sahabeler ihtilaflaşıp kalgan hazır İmam Muhammed ve Hanefi mezheptekiler ve İmam Malik'la şu Hazreti Zeyd, Abdullah ibn Umar'lardan kelgan qarashdan oldu, Hazreti Ayşe'den kelgan qarashdan almadı. Nima uchun almadingiz ey Muhammad? Nima uchun Hazreti Ayşe'ni kelmay Hazreti Zeyd'ninkini tanladınız. Mesela bunun bir asasımız var. Tercihden bila murajjah olmaydı o. Onun için أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من أعتق وليدة عن دبر منه فإن له أن يطأها وأن يتزوجها. من يمكن قاسمız zühür diyen bolsa bir dedik ya. Onunla birlikte bolsa buldu, öyle ketkişe faydalansı buldu ve ona nikah qasım buldu. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا. Sası bulmaydı, birisi bulmaydı. وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. Onun oğlu mu hürlük ve kullukta aşı ayılık okşar. Şu çağda anti hürra anduber minni diyen çağda aşı ayılık balısı olsa balısı anısı okşar. قال محمد رحمه الله به نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمه الله. İmam Şafii farmaydı. Hanefi mezhebi bu hürlükki destek kıldı. Satanmaydı, birisi bir ötemaydı desek, balsına okşaş. Eğer kulluk tarafından faydalanıp, mesela iş kısırlıkını kulalı desek, şu balsına okşaş demek.
Yani bu jinlar bilan shunday qilishgan adam bo'lishi mumkin. Jinlardan endi xabar kelib bunga falani sehr qildi deb bergan bo'lishi mumkin. Sergarlikdan xabar berdim ekan bu. Ki musulmon bo'lib nimadan qilib kelgan bo'lishi mumkin. Yoki shu chaqda musulmon bo'lmoqchi bo'lishi mumkin. Go'da o'xshaydi. Tezavvuz hadi. Çünkü mudabbara ne? Adetki kinne emas. Qara, pulna emas. Mudabbara. Bu hazır zatlıkta şunda ilinişip şu yolunu ağındaki bir ayak. Kul ayarından kızı okşası burada. Erkekten çıkartmışlar. Kul ayarlıdan kızı. Yani hocayın yakın kilalımda demek mi? İkisinin birge yakın kes olur. Birini koldan çıkartması lazım dedik bu. Lakin bu mudabbara mı? قال المصنف رحمه الله باب الدعوة. باب الدعوة والشهادة ودعاء النسب. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عاهد إلي فيه أخي فقام إليه عبد ابن الزمعة وقال أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه فتسابقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عاهد إلي فيه أخي عتبة. وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال للسودة بنت زمعة احتجبي منه بما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. باب الدعوة تحسن. باب الدعوة دعوة دستورlar, şehadet, guvalık veriş, guvalık tutaş ve nesep davası hakkında Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh'ınki aksi Utba bu kafir tuyup ketgan. Ular oldida Sa'd ibn Abi Waqqasga vasiyat qilgan. Zam'a degan ash kishining bu Savda radıyallahu anh'ning dadasi. Zam'aninki dediki bilan men bir qatam bo'lib mendan bir bola tuqqan şey. Onun mushkisi bo'ladimi? Ha? Xo'jayini to'g'ri yo'q. Aşı bala mendan bo'lgan bola deydi. Sen keyincha mening bolamga igolab, sen beqib tarbiyalab cho'ng qilgan, o'zing olgan deb o'lib ketgan. Makka fath qilgan yili shu Hazrat Sa'd kasallik qilib, as-sulus va sulus ketirdilar. Shu chaqlarda Hazrat Sa'd aşı balını berib lamg'achida akil olgan. Mening akamning bolasi bu, ona topilgan, men igi chiqma deb akil olgan. Akil olgan ekan Zam'a degan kishininki dedekning xo'jayinining o'g'li Abd degan kishi bu Savda radhiyallohu anhuning qarindoshi. Bu mening dadamning dedeki tuqqan bola bu. Dadamning bu dedek xo'jayinlik huquqi jihati yaqin kelishini so'rgan ekan, bu qonuniy bolaning egisi mening dadam. Undan mening ukam bo'ladi, men boqim buni deb u tortishgan. Rasululloh oldi olganda shunda degandan keyin Abd senin kemushuka deb shuni buyurib berdi Rasululloh. Buyurib bergandan keyin endi de al-waladu lil firash. Firash degan shu xotinga qonuniy jihatdan kim yaqin keladigan bo'lsa, shu bola shu haq egasining bo'ladi degan. Ya'ni er xotin bo'lsa, shu ayol tuqqan bola shu erga mansub. Shu erning bolasi agar dedek tuqqan bo'lsa, u xo'jayin tanmagan taqdirda shu xo'jayinning bolasi bo'ladi. Al-waladu yunsab li sahibil haq demek. Ve lil'ahiril hajaru. Zina qilgan kishi buningga zinaxo'rga, ya'ni zina qilgan erga nima baladan mahrum qilinish ba. Chama kesak degan gap emas.
al-mahrumiyya degan gap. Chunki bu yerda zina qiluvchining jazosi haqida gap bo'lmaydi. Ash balig'i kim egulash haqida gap bo'ladi. Hajar deganning ma'nosi to'sab qilish degan ma'no bor. Mahjur deymiz-ku. ثم قال لسودة بنت زمعة عندن أيالة سودة رضي الله عنها أش عبدنك أمشير سبون احتجبي منه أي ديك تقام بوقت سز إجابنا يعني سز منكرا معن سز ياتي ساود معاملة قلنا ماشي لما رأى من شبهه بعتبة çünkü bunda karısa Utbe'ye bak okşaydı bola. Bu hükümün bilen buldu şeriat kanunu zahir boyunca bitken tüzüm boyunca lekin bu Utbe'ye okşaydığı tarafından bu Utbe'nin balası bulaş ihtimali mi var? Bunda bo'lgandikan tamaraaha hatta lakhillah. O tug'ilgan bola Savdining qirindishi deydi. Hukman ham Savdining qirindishi. Savdini o'lib ketkishi ko'mida. Buning mazmuni nima? Ehtiyot. Dinda ehtiyot yo'q, ibodatda ehtiyot yo'q deb turoldi ba'zida. Ehtiyot bormi? Ehtiyot qilganlikdan bu otning bolasi bo'lib qolishi mumkin. Yani bir ehtiyot bo'lg'achqa Rasululloh ko'ranmaydi dedi. Bu Müslümanın kırındışı hüküm cihattin qada Resulullah boyunca kırındışı. Kırındışı olsa ne için kırılmaydı o? Lakin ihtiyat değil. Xuddi uyqudan qopqadan onu pak yüzüp bağlab qilgan bo'lsa-mu, yoki bunda qo'yib qilgan bo'lsa, qopqan chaqda suv tiqmaslik. O'xshash ehtiyotdan. Tayammum vaqalarim bor. قال محمد وبهذا نأخذ والولد للفراش وللآهر للحجر الحجر وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمه الله. أخبرنا مالك أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال محمد وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. قال محمد ذكر ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري قال سألته عن اليمين مع الشاهد فقال بدعة وأول من قضى بها معاوية كان ابن شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث من غيره. وكذلك ذكر ابن جريج أيضا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال كان القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدان فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان. جعفر بن محمد عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر تمام أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد الباقر يعني كان رسول الله دروازة كان من بلده مرسل لكن بنا برجر براويلا İmam Malik'ten mevsul rivayet kılıp an Muhammed el-Baqir an Cabir radıyallahu anhu enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılıp. Qada bil yemini ma'a şahid. Yemin degan mishada yeminil mudda'i. Asl mudda'i qasam kelmaydi. El-bayyinatu alal mudda'i vel yeminu ala man ankar. Da'vogarninki qasami va bir guvochisi bilan ikkisini jutlashtirib, qasamni bir guvochining o'rnida istitaq yani. Kanal xatirjam bo'lish uchun ikkisini birlashtirib, ikki shahidning o'rniga dastlab turib, hukm qilgan deydi. Buni jumhur ulamolar bu hadisdan olgan. Lekin bu mazhab olmaydi. Qal Muhammad rahimahulloh va balag'ana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam xilafu dalik. Rasulullohdan bizga boshqacha sahih rivoyatlar kelgan. Uni hadisninki sahihligida azroq gap bor. Lekin biz eng sahih hadisni tutamiz. U bo'lsa-mu, qaysa al-bayyinatu alal-mudda'i واليمين على المدعى عليه يعني على من أنكر. البينة شاهدة عدل تمام. لو نكون قسم مدعي قد قضى شو قسم ديان المدعى عليه. يعني الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ده. شهيد ويمين ديان يبيو. قال محمد رحمه الله ذكر ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري قال ابن شهاب رواية كلام من نمشي رسول الله دين بس شيئا البينات على المدعي لقادسنا قال سألته عن اليمين مع الشاهد شلون مش حديث رواية كلام كان البينة على المدعي قالنا ابن أبي ذئب ابن شهاب دين سرقته ناس بو برشاهد ولان قسم قطاس بولدو جنجب مجبو فقال بدأتو برن صاحب كرامنا زمان خلفاء راشدين زمان يوقته ماشي
وأول من قضى بها معاوية دست القلب معاوية شنو پیدا قيغان demek ekan. Yani Xulafa Raşidinin zamanında yok diye demek ki. Bunu İbn Abi Şeybe Musannaf'da rivayet qilgan. O'sha dastlab qilib Muaviya paydo qilgan degan gap. Va kan Ibn Shahab Madinaninki ulamolar ichida hadisni boshqalardan yaxshi biladigan shu yerda. Ibn Jurayjmo Ata ibn Abi Rabahdan shunday rivoyat qilgan. Ata ibn Abi Rabah dastlabki zamonlarda asr saodatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamoni va Xulafa Rashidinning zamonida hukm qanday bo'ldi desa la yuqadu illa shahidan. Ikki shahid bo'lishi kerak deydi. Bir shahid bilan yamin hesab emasdi. Fa awwal man qada bil yamin ma'a shahidi Abdul Malik ibn Marwan. Yani buni Umaviylar paydo qilgan ish. Xulafa Rashidin davrida yo'qdi, Rasululloh davrida yo'qdi demak. Lekin shunda bo'lsa bu jumhur shu qada bil yamin ma'a shahid deganni oldi. Ana bu mazhab olmadi. Bab istiqlaf al-husum. Husum degan mishada al-mudda'a alayhim. İnkar qilganlardan qasam talab qilish, qasam qildirish yaman. أخبرنا داود بن حسين أنه سمع أبا غطفان يقول اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم. كلا برقرو جايين صالشف مدينة والسي مروان بن الحكم جاء دار الشرطة فقضى على زيد بن ثابت باليمين على المنبر. Marwan hüküm çıkıp Zeyd bin Sabit aşu munbarning tüyde qasam chiqpasu debdi. Yani munbar bu munbar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Faqala lahu Zeyd ahlifu lahu makani. Men mujayim tuplum qasam qilma. Munbar berib qasam qilmayman. Faqala Marwan la wallahi illa 'inda maqati' al-huquq. Ya Allah la qasamki aşu. Haq bilan nahaq ayrılgan hammadan qasam qilishdan qo'rqilgan qo'rqqandan keyin qasam qilmay qasam qilib qanday qilsa qilib haqni ayrilgan ash joyda qasam qilsa degan. Endi Rasululloh dastlab turgan Xulafa Rashidin dastlab turgan minbar bo'lgan ekan, shu minbarning tuyida qasam qilishdan qo'rqdim. Xuddi masalan Qur'onni tutib turib qasam qilish bir xil qo'rqinchli bo'lgandek Uyg'urlarga. Shu nima surlik joy ham bu. Ravda min riyadil janna degan. قال أبو غطفان dedi فجعل زيد يحلف أن حقه لا حق. Zeyd radıyallahu anhu şu joy turiblam bunun haqqim bu o'y vallahi deblam şu joyda qasam qilyapti dedi. Va aba an yahlifa 'inda al-minbar. Minbar bilan qasam qilish unimida. Faja'al Marwan ya'jabu min zalik. Marwan hayron qolibdi mush qilmaydigando deb. Bu qo'g'onga qasam qilish bo'ldi lekin bu yerda bunda bir masala. Mening u yerga borib qasam qilish majburiyatim yo'q. Mening majburiyatim bo'lmagan ishni mening hechkim zo'rlanmaydi. Deb Hazrat Zeydninki nada qasam qilsam qasam qilib berish majburiyatim bor, lekin falon yerda qilishing kerak deb mening majburlanmaydi degan gapi to'g'ri. Qala Muhammad rahimahulloh bi qawli Zeyd bin Sabit naqul. Biz Zeyd bin Sabitninki qarashini tutamiz. Albatta bu Marwan Madina valisi bo'lgan bilan Umaviylarning bu tabi'in sahaba emas. Zeyd sahabining ulamolardan. Davomlikan bu Zeydninkini tutish shu munosibda. Va haythuma halafa ar-rajulu fa waja'a nadi qasam qilsa bilaverdi. ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه ما أبى أن يعطي الحق الذي عليه. قال أشهد قسم برش مجبورية بوغم بوسا حضرت زيد onu başlatmagan bulattı. ولكنه كره أن يعطي ما ليس عليه. Lekin o özün mecbur bo'lmagan narsani qilib berishni yaxshi ko'rmadi. فهو أحق أن يؤخذ بقوله وفعله ممن استحلفه يعني من مروان. Marwan'ınkinden biz Zeyd'inkini ilash loyiq. Shunama? Mesela Uyg'urdan ba'zi Qur'on tutib qasam qilib birsa, Qur'on tutib qasam qilma, vallahi deb qasam qilib birma, deb praktisi bo'ldi degan. Yoki xuddi mushtalaq deb qasam qilib birsa, uni majburiyati yo'q. Alloh bilan qasam qilish bo'lgan. Misol masalan, birisi qasam qilmoqchi bo'lsa, randolab qolsa, kabini qashqa asir turib, mishad qasam qilsa, yo multazimning qasam qilish deyish mumkin. Bu anda ma'qul gap qilsa, ziyodati tavfiq jihatdan mayli. Lekin unmasa uni majburlash hech kimdan emas. Qala musannif rahimahulloh taala babur rahn. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن
قال محمد وبهذا النحو وتفسير قوله لا يغلق الرحم أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل فيقول له إن جئتك بالمالك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بما لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ولا يكون للمرتهن بماله. وكذلك نقول وهو قول أبي حنيفة وكذلك فسره مالك بن أنس رضي الله عنه. Rahn degan ra'ni qo'yish, ko'rgu qo'yish. Qazni qaltirib qo'ymaslikka, qishib ketamiki deb instirgan chaqda biz o'nga bir narsani ko'rguga olamiz. Ashxonachi do'q tamoq yeb yanchiq pul yo'q. Keyin prezident unvaydi qishib ketsin. Saatni qo'yib qo'ydik, ya kimlikni qo'yib qo'yib, masalan. Uning keyin tamoqning pulini kelib bersak, soatini olib ketdi. Agar shu yo'qolsa, mush soat shu ashxona xo'jayinining bo'lamdi, bo'lmamdi. Yoki qanday bir taraf bo'lmas. An Sa'id ibn Musayyab anna Rasululloh, ya'ni bu mursal Imom Shafiy va boshqalar buni mavsul rivoyat qilgan. La yaghlaqur rahnu. La yaghlaqur rahnu degan bu ra'niga og'uchining mulki bo'lib ketmaydi degan. Jahiliyatda qarz berishni ama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir yahudiga o'zining dubluqsini ra'ni qo'yib qo'ygan. Ashliqqa arpa qarz olgan chog'da. Endi qarz olgan chog'da qo'yib qo'ydi. Shu belgilangan vaqtda birinchi ayning birinchi kuni deb belgilagan bo'lsa, kimmiz shu narsa shu odamning bo'lib ketdi. Bu soat ashxona xo'jayinining bo'lib ketdi. Kechgacha gapirman desa, bir kun o'tib ketdimi bo'ldi. Keyin kelsa, soat bilan turadi. İslam bunu bekar qilib o'tgan. La yaghlaqur rahn degan bu rahn u odamningki vaqtida qarz to'lamaganligi bilan go'ruga og'uchining bo'lib ketmaydi degan gap. Imom Shafiy buni mavsul rivoyat qilgan. Rivoyatida la yaghlaqur rahnu min sahibillazi rahanahu va lahu ghunmuhu alayhi ghurmu degan. قال محمد رحمه الله ولهذا نأخذ وتفسير قول لا يغلق الرهن من إزاحته أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل برسكنا عنه قلت فيقول له إن جئتك بمالك إلى كذا برنس لا قدر كاسم كلدم رهن من علماء قازان برما كلما يقاسم وشغدا بو رهن سنبلغ كسون ديته sonra Resulullah sallallahu la yaghlaqur rahnu dedi. Yani onu bekar qilibdi. Wala yakunu lil murtahin. O guruga ağıçının bulab qolmaydi. Murtahinning guruga ağıçı, rahinning guruga qo'yg'ichi. Bimalihi desek bo'ldi, bima lahu desek bo'ldi. Yuqoridagi qismi shunday. Farrahnu laka bima laka yoki bima dika. Va kadalika naqul wa huwa qawl Abi Hanifa rahimahumulloh. Va kadalika fassarahu Malik ibn Anas rahimahulloh. Imom Ahmad bin shunday deb qaragan. Shundan keyin buni qanday bir taraf qilmaymiz? Kechki qolsin, muqisun, buni egasiga qaytarib turgan. Bunun qarzini oladi. Yoki bir chora, buni pul lozim bo'lgan bo'lsa, u odam kechikib ketgan bo'lsa, yo'qolib ketadi. Sotadi buni. Soatni setib, 25 kun lag'monning pulini olib qo'yib, qolgan pulni daftarga yozib qo'yib, omonat saqlaydi. Egisi kelsa, eshib qolganini qaytarib turdi. Babur rajuli takunu indahu shahada. Bir kishi bir narsani ko'ribdi, bir voqelikni ko'ribdi ekan, guvochi bo'libdi ekan. Shu guvochilik vazifasini keyincha kerak bo'lgan chog'da ado qilib qo'yish masalasi. Rasululloh la akhbirukum bi khayri shuhada. Shuhada degan shahidning ko'pligi. Shahid degan bi ma'na ash-shahid mishadi. Ya shahid fi sabilillah demo shahid deymiz ama lekin lafzi o'xshash ma'nosi bir tarafdan chetishlik shuni. Shahidni tushundirgan chog'da ixtiyordan nima shahid bi ma'na shahid bo'lishi mumkin. Çünkü bu şahit ala ma a'addahullahu lahu min al-manzilatil rafi'a dedik. Aynan mazmunlar var. Ya ki onun qini, tökülgen qini, onu Allah yolunda şehit kılınganlığının ispatı olup guvalık verdiğin kişidir. Şehit bir mana eş-şahid müşahid. Guvaçılarının en yaxşısını dep bermeymi? Ellezî yati bi'ş-şehâde ev yukhbiru bi'ş-şehâde. Mesela yukhbiru bi'ş-şehâde dedimi? Yati bi'ş-şehâde dedimi? Abdullah şeklinip kaldı. Qabla an yus'alaha. Buni guvalıkta ötep bersler deb talep kılınmasımı bu kişi guvalıkta öteş mecburiyetim var. Kişilerin hakkı zayi olup gitmesin deb özlükten berip lan men üstü tuğan bu işten men guva deb guvalık berdiğen kişi en yaxşı guvaçı demekçi. قال محمد وبهذا ناخذ من كان عنده شهادة لإنسان لم يعلم ذلك الإنسان بها. Bu bir dava çıkıp kaldı. Lakin şu işini
kim ko'rgan, kim guvoch bo'lib bir shuncha qadam ko'rgan, lekin kim ko'rganligini bekitolmagan bo'lsa, u guvochni topolmay qolgan bo'lsa, bu odam o'zligidan o'zi ma'lum qilib, mana men ko'rgan deb guvohlikni o'tab berishi lozim. Bu bir xil vojib darajasiga berishi mumkin. Shuning uchun ihya'an lil huquq va daf'an lid darar. Alloh taoloning shunda buyurdi: "Aqimush shahadata lillah va illam yas'alha iyyahu." Guvohlikni o'tab bersa demagan bo'lsa-mu, u o'zining majburiyatini isbot bilan guvohlikni o'tish kerak. Endi bir hadisda bunda deb bor. Zamon oxirining alomatlaridan guvohlikni o'tab berdimizmi, guvohlikni o'tashga oldirab yugurdigan odamlar paydo bo'ldi. Bu aslida saxta guvohlik. Ko'rmagan narsaga bo'lsa, men guvohchiman ko'rdim deb bilan xalqning haqqini bilan qilish uchun bunday qilgan narsalar odamlar paydo bo'ldi deyapsiz. Niyada va haq shahodat bo'lib qolsa, buni ado qilish lozim emas. Laqitatu bima'na multaqata yoki luqata. Al-laqita yerdan tepilgan narsa. Tepib biz ilm oldik. Iltaqata, faltaqatahu al-fir'aun. أخبرنا أن الضوال الإبل إيسدن جتكتب إزب جوجان تغلا أزغن تغلا ديلان عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمانه دا والبته دا أبو بكرنا ورسول الله زمانه دا كانت إبلا مرسلة bu yani koyutilgan tuglar erkin juridigan tuglardi. Çünkü abradisda koy to'g'riliq so'g'an chaqda yelaka avlada dedi shunama tugi to'g'riliq so'g'an chaqda sonimi qara o'zi suv ambiri va ama şu tuluma ya çoğunu üzde bakalım o çıplarını bu bölümü yapıp gitmeyi de ona şunda jüriydi sen ona caiz koy diyen. Resulullah'ın zamanında, Abu Bakır'ın zamanında, Hazreti Ömer'in zamanında mı aslında jüriydi. Tunatecu diyen bu mechul siğası körensi mi? Mebnil ma'lum. Yani tutanaticu. Bu da jürüp erkin azaz jürüp, anın tögülülen cüplüşüp, kozak götürüp, tuğup, bunda jürüyordu de. Hindistan'ın kalları de. La yemessuha ahadun. Hiç kim ona çakılanmaydı. Yak tutulanmaydı. Hatta idâ kâne zaman Osman ibn Affan, zaman Osman ibn Affan'da başka acemler, uçar, kıl adamlar, Medine'kiler, burunqu o sahabe tabi'illahının onda isil mesesel, köller, naşer adamının peyda buluşuyla. Diyanında bir suslaşıp, ilgisiz tügü olsa, tutlam esirlikte işte bulap kalan. Bulap kalan iken, bu ilgisi kin tapınma yakızaya olap gitmemiz son. Bunu esirip, biz ilgi olap, saklap, kin ilgisine hakkını ada kılayla der. Hakkımız zaya olap gitmesi için Hazreti Osman buna yeni belgelerini çıkardı. Yani şerait özgürletti, hükümü özgerdi. Kişiler naçerleşipti, biz bu sefer şunu kartta kıtıra iş kıldığım bulduk. Temara bi marifetiha ve tarifiha. Bunu belge koyup, ilan kılıp, bunda bir tüge tepildi kimden de. Andın iyi sıkımsa setütüğüm buldu. فَاِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا اُعْتِيَا ثَمَنَهَا İyiz kepkaz kaçan ki mesela falan sütletlik, mançı yaşlık, rengi manda, falan yardımında belgesi var ve biz bu ya kinandın setüetti. Setüetken kim pulusunu ezip koydu, bu tüken mançı pulu setilgan. Yani kim ilgisi, manda sütletlik bir tüken müjdip etkenteydi kepkazsa andın bununla şu pulusunu setilgan pulusunu şuna tapşırıp bulan. قال محمد رحمه الله كلا الوجهين حسن الوجهين Resulullah, Abu Bakır ve Ömer'in zamanındaki işmi isil dan iş keyin Hazreti Osman'ın payda qilgan işmi yaxshi ish. İnşa'l imam tarakaha tar'a hatta yaji ahliha. İslam hakimi qo'yvasin bo'ldi ixtiyori Resulullah qilgandek. Fa in khafa alayha ad-day'a zaya olib ketib qolamki, bo'lib qolamki yoki o'g'ri olib qochamki deb bo'lsa, o'lam yajid man yar'aha yoki uni zayolsin qo'rqsa yoki buni akidab bir kavalib nima qo'ydi, keyin igisi chiqqan topshirib beramiz deb bir igulab qo'ygan bo'lsa, igulab qo'ygan bo'lmasa, setütlab, uning pulisini saqlab qo'ydi deydi. Igisi kelgan chog'da unikin birdi. Bunda qismi mayli. Bir kishi vajada luqatatan bir narsa tepib oldi. Hazrat Umar kelib, men bir narsa tepib oldim, qanday qilsam bo'ladi deb so'rgan chog'da uni e'lon qilgan, so'rullarda odam jig'ilgan so'rullarda jamoatli boyada e'lon qilgan. Desa men shunda qildim, qoldi yana e'lon qildi. Qala qad fa'alt. Yana e'lon qildim.
Hadi çıkmadı ama nasıl işte sen buldu demekçim. Qala la amuruka an ta'kula. Bana yesem olmaydı. Law shi'ta bunu saklar, yulab, e'lon qilishni erib qolgan bo'lsam, yeringa shaqir. Ağayının koyup yani, hasan ammayttan aldın mı, kaldın balağa. Sen anda bunun amanetini saklasın lazım. Süleyman bin Yasar, Sabit bin Dahhak el-Ansari radıyallahu anhu'dan rivayet kıldı. Bu meşhur sahabilden. Bu sahabe şunda söylep bergen. Harra degan Medine'ninki bir qartaşlık saylık, köyüp ketken taşlar saylık. Medine'de iki saylık vardı. Harrateyn, labateyha degandek. Şu saylıktan bir tugi tepilib, uni e'lon qilib qo'yibdi. Ondan Hazrat Umarga degisa yana e'lon qilibdi. O Sabit radhiyallohu anhu buni yana e'lon qilib, unda qilib yurib, men o'zimning ziminiga dehqonchilik ishlarini qilolmay qoldim, mashg'ul bo'lib qoldim, avra bo'lib ketdim degan chog'da fazamu annahu qallahu, ya'ni shu bularning parog'ini anglab turgan kishilar deyishcha zamu degan. Shularning deyishcha Hazrat Umar uningga tarsilhu haythu wajadtahu. Sen nereden topgan bo'lsang o'sha qo'yib o'tamiz degandek. Qala Muhammad rahimahulloh bihi na'khud man iltaqata luqatatan tusawi 10 dirahim fasa'idan arrafaha hawla. 10 tengi miqdor qimmatida bir narsa topilib qolsa, yoki undan yuqori bo'lsa, buni 1 yil e'lon qiladi. Egiz topilib qolsa, egiz ibada bo'lmasa sadaqa qiladi. Fa in kana muhtajan akalaha. O'zi faqir kishi bo'lib qolsa, boshqalarni izlab sadaqa qilib yurgandim, o'ziga sadaqa bervasi bo'ldi. Fa in jaa sohibuha, sadaqa berib ketgandan keyin, yevatgandan keyin egiz kelib qolsa, qayyarahu baynal ajri va bayna an yaghrimaha lahu. Ikkining birisini tanlang ekan. Sadaqa qilayotgandim sizning narsangizni. Savobi sizga bo'lsin, ma'qul bo'lsin, ma'qulsan. Yo'q, men sadaqa qilmayman, lozim deb qolsa, unda olsa, men uni to'lab beray deydi. Sadaqaning savobi o'chada material kishi yo'q. Wa in kana qiymatu aqalla min 10 dirahim arrafaha ala qadr ma yara ayyama. 10 tangidan to'g'ri qimmatli narsa bo'lib qolsa, shu ahvol qarab bir necha kun, ba'zi 3 kun, ba'zi 1 kun, ba'zi 1 hafta masalan. Shundan nima qilsa bo'ldi. Masalan bir qalam topib olgan bo'lsa, shu kun e'lon qilib qo'ysa bo'ldi. Ya'ni 2 kun shunday. Undan boshqa bo'lsa, qimmatliroq bir narsa topib olgan bo'lsa, bir so'mka masalan, undan 3 kun olib qo'ysa, qandaroq mo'lchallab qiladi demoqchi. Ya'ni bir mazhab bunda dedi, lekin bunda deganga bu hadisdan bir dalil yo'q. Ya'ni 10 tangida ma'nu ustumanda deb ayirganning nima asosini lozim yo'q. Faqatlama shu qo'l kesish masalasi bor. Qo'l kesish masalasiga qiyos shabah qilgan bo'lishi mumkin. Yani 10 tangida islom shariatida bir narsani uyamdan qilgan bir chek bor. Masalan, to'yliqda 10 tanga deyish mumkin. Shunami? Bir a'zoninki badiliga mo'nda ishlatdi. To'yliqqa ishlatdi. Undan keyin qo'l kesishga ishlatdi. Undan 10 tanga degan bir o'lcham bor deb chiqishi mumkin. Kuma sanabiha kama sanabil ula. Undan to'yinga uni ya sadaqa qilib yoki o'zi muhtoj bo'lib qolsa evasi bo'ldi. Va kana al-hukmu fiha idha jaa sahibuha kal-hukmi fil ula wa in raddaha fi mawdi' alladhi wajadaha fihi faqad bari'a minha. Shuni egisini topqolmay e'lon qilib berib ketib bu eg'i kelgan bo'lsa, nima qilib bo'lganini sebab tashlab qo'ysa, galindan mas'uliyat yo'qoldi deydi. Bo'lib mumkin alayhi dalika daman. Buni e'lon qilishni ama e'lon qilib, keyin zirkib buni qanday qilsin bilaman, ashyo tashlatib qolsa, keyin bu e'londan keyin xavatib bu egisi buni tutib kelsa, qani bu narsamsa, joyi tashlab qo'ygan desa, to'langanda buni eslolmaydi. To'lashdan qutuldi. Axbaran haddathan Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn Musayyib qala Umar radhiyallohu anhu wa huwa musnidun dhahrahu ila al-Ka'bati man akhadha ad-dallatan fa huwa dallun. Ajna ezib qolgan, igichaqsiz bir tugini ilib olgan kishi u azg'on, ya'ni to'g'ri yo'ldan azg'on yoki gunohkor kishi demoqchi. Ya'ni bu ham dashin yevilish maqsadida ilib oladi. Yani unda nimani ko'rgan bo'lsa, soat yo'qini ko'rgan bo'lsa, xudo qo'ysin, barchasi mansa da'vo dedimiz. Qal Muhammad rahimahulloh bi hada nakhud va inma ya'ni bidalika nima demoqchi desa, man akhadaha liyadhhaba biha. Asli akitay qashay deydigan odam bo'lib qolsa, shuni demoqchi.
فأما من أخذها ليردها وليعرفها إكسيجا يتكسب براي بنا إعلان قلاي دب من دا دسلب أخلاقنا طبعا تيجي قاموسن ديجان بوسا بنا دال دميماس أمر رضي عنه شندا يمن يتأغن كشن دمك شيري باب الشفعة شبيلك حقوقه شبيلك حقوقه إشكناس بولدا برسه خوشنا بوسا يعني برسه برناس شرك بوسا مثلا ماشين شرك أغن بوسا ya zavudni shirk qilgan bo'lsa, 50% peymanida 50% man bo'lsa, yoki bir uyni shirk olgan bo'lsa, 50% unda bo'lsa, uni setvetmoqchi bo'lsa, bir shirki, shirkiga setvetish, shirkining ilishi oldin o'rinda, ilish haqqi bor, boshqalar, yatlarga qarab. Uynimi, ma'lum sotmoqchi bo'lsa, 100 ming sotmoqchi bo'lsa, ma qo'shna 100 ming berib ilish haqqi, sirtdan kelganimdan ma haq bo'ldi. أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن عمارة قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان رضي الله عنه قال إذا وقعت الحدود فلا شفعة شرك أغن الناس برؤين مثلا شرك أغن بوسا كن كده أرلك تما أرلك كان شغل بلاش تكون يادم ياكتمنا يادم دبوغن نيكين شفلك نسو لكن وشفلك قچند بولدو خوشنو بولغانلык جهاتتن adam setvetmekçi olsa men qo'shnisi dabdin bo'ldi lekin shirklik jihatdan undan yo'q wala shufata fi bi'rin wala fahl nakhlin yani quduqdimi shabiliga bo'lmaydi bir quduqni kelin setib olgan bo'lsa keyin uni nesibisini setvetman xalqadan setoladi ya men shirk bo'lgan ma'luma deyilmaydi wala fahl nakhlin aka xomo bo'lsa uni setishdimi shirkchilik sababidan shabiliga bo'lmaydi va shunga o'xshash qanday daraxt bo'lsa أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه تقسم قلمغان شرك ناسنا تتقن شغدا شفيلك أقبا دبقم قلده تقسم قلب بوغان كان شركچilik سببدن شفيلك أقبا مايدو خوشن داشل سببدن بولش ممكن قال محمد رحمه الله قد جاءت في هذا أحاديث مختلفة والشريك أحق بالشفعة من الجار عند إمام محمد دegene bu adam her türlü hadis kelib qoldi. Bunun asasen cumhur ulamalar qo'shnidachilik sababdan shirkga yo'q deb turadi. Yani mazhabda qo'shnidachilik sababdan va shirksiz sababdan bor degan. Davonki hozir cumhurga raddiya bermoqchi. Va shariku ahaqqu bi-shuf'ati min al-jar. Qo'shni qaraganda shirk shirklik haqqi yuqoriroq bo'ldi, haqiqroq bo'ldi. Vel jaru ahaqqu min g'ayri. Yani qo'shni o'simi, qo'shnimi ajraqdan kelgan odamga nisbatan buning haqqi kuchliroq bo'ldi. Buni shafiylik haqqi bor. Yani jumhur ulamalar shafiylik haqqi yo'q deydi. Shunama balag'ana dalga annabi nabiy sollallohu alayhi vasallam bizning dalilimiz bor mana. Rasululloh hadis kelgan, siz buni olmadinglar, biz olamiz, biz hadisni tutmaymiz. Akhbarana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la al-Thaqafi mana hazır İmam Malik'ten emas başka ustazlar rivayet kıldı. Muvatta'da yok mu? İmam Malik'in muvatta'sı yok. أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي أخبرنا عمرو بن الشريد عن الشريد بن سويد شريد بن سويد جنب الصحابة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه qo'shna shipiylikda haqliq degan. Qal Muhammad rahimahulloh fa bihada na'khudhu wa qawl Abi Hanifa wal 'ammati min fuqahaina rahimahumullah. Wa amda Imam Bukhari, Abu Dawud va Nasa'i rivoyat qilgan. Qala al-musannif rahimahulloh bab al-mukatabi. Bukhari rivoyat qilgan debdir ekan Buxoriyda. Buxori boshqa kitoblar rivoyat qilgan. Lekin men ko'rgan manbada Buxori va Abu Dawud Nasa'i rivoyat qilgan. Va astida Abu Dawud Tirmizi Nesai ve başkalar Cabir'den rivayet kılgan depti. Hoş. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. Mukateb degan xo'jayin bilan manchqul ekib bersam men azatda to'xtamasdan qul. Shunama mukataba to'xtam qilgan. Fakatibuhum in alimtum fihim khayra. İbn Umar shunda dedi ekan, bu qazni manchqul degan bo'lsa, uning qo'y ekib bersam degan bo'lsa, ozgina bir narsa qilib qolsin, ba'zi vaqtda mabaqi alayhi dirham deb kelgan. Bir qo'y qasimi qazni to'lab bo'lmagan bo'lsa, bu qul hisobida, qulluqdan qutulmagan hisobda.
قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Ebu Hanife'nin, Malik'nin, Şafii'nin, Ahmed'nin ve Cumhur'nin, Salaf Kalaf'nin hemmisinin karşı. Yani sahabının içinde bunda bir ihtilaf bular. Lekin icma bulup kitap bu kul buludu. Kulunu tülep bularsa azaltıklar, tülep bulamasa yani kul isavda der icma boğan esas. Ama çıkıdı o. Fasbir ve ma sabruka illa billah. وهو بمنزلة العبد في شهادته وحدوده وجميع أمره. Yani İmam Muhammed Allame mekan Vallahi taqqaq. Bundaki bunda savol keldi o, talibning kallasida shunun javobini izlayapman. Bu barliq ishlarda guvohlik bo'lsin, masalan, hudud jazokash, yerim jazo qildi-ku, guvohlikda yerim guvohlik, boshqa hamma ishlarda talaqmi, ikki taloq, iddat bo'lsa, ikki degandek unda ishlabotdi. İlla faqatlam bu mukatab holatida bo'lsa-ham, uning albatta mukatab jarayoni bu xo'jayin pul topirman deb ishlab pul topib iyilik tiklagan. Buning pul malini u xo'jayini ele olmaydi aslida. Chunki o'zining puli. Ibnatan namasi. Yani bu mukatabkan o'lib ketibdi, lekin buning gardinda xo'jayin to'lab bo'lmagan qarz bor ekan. Yana boshqa odamlarning qarz bor. Chunki so'zsat qildi, muomala qildi. Yani bir qizim bor ekan. Bayna ibnatihi mavalihi. Demek ibnetinden bir söz ama ibn emas. İbnetun dedi şu. Ve de fe'eşkele mi fe'uşkile mi? Uşkile. Fe'uşkile ala amili Mekke el-qadâ'u fi dâlik. Yani Mekke valisi bunun qanda hüküm çişini bilenmeye kaptı. Yani Medine'deki Abdülmalik ibn Marvan'dan mektup sırap. Soğusa mektup arkalar. Aldı ulan sen kişilerin qarzını tölaysa, onun dinken andan mukatabe qarzını tölaysa, onun dinken pul mallarını kızı bilen xo'jayini o'ttirda, xo'jayini bu azat qiluvchi hisobda emasmi? Bu o'lgandan azat to'lab ketganda ekan. Bu pulni to'layotgan, to'layotgan azat bo'lganda ekan, azat qiluvchisi mukatabe to'xtamay qilgan xo'jayin azat qiluvchisi mavla bo'ldimi? Bir qiz yerimini olsa, bu mavlasi asabiyye sebebiyye arqada qolgan yerimini erishi mumkin. قال محمد وبهذا نأخذ وقال أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إنه إذا مات أرضا بدأ بديون الناس ثم مكاتبته ثم ما بقي كان ميراثا لورثته الأحرار من كانوا. أخبرنا مالك أخبرني إن شيء. Bir kişi mukatabe to'xtam qilib, o'zi va o'g'li uchun to'xtamlashibdi. Ondan keyin bu dada o'lib ketibdi. O'g'li qolibdi. Nima? O'g'liga bir necha o'g'li bo'lsa, shu o'g'liga teklif beramdik deydi. Siz dadangning azat uchun ishlab pul tepib dadangning qarzini to'laytamizlar yoki dadangmi sizlarni qululab bu dadang to'xtamlashga odam o'lgandan keyin to'xtamning bir tarafi birinchi shaxs, ikkinchi shaxs o'lgandan keyin bu to'xtamni bakovlab ketsinmi deymiz deydi. Qala aynda deb so'ramdik. So'raniga faqala la ya unda so'rab yurmaymiz bal yas'auna fi kitabati abihim. Dadasininki to'limi uchun bu ishlaydi. İşlab pul topirib, o'zininkini to'laydi, dadasinikini to'laydi, dadasi shundan o'lgan bo'lsin, bir azat bo'lgan hukmda bo'ladi, bu nimanda azat bo'ladi. Yani hech bo'lmasam-da biz dadimiz azat o'lgan chaqda deb bunda bir qulluqning ustidan qutuldidan. Ham bu yerda bir azatgardilik, huquqiy miros tarafdan yani farq bo'ldi. Lekin bu yerda masalan dadasi 10 ming ko'y, balasi 10 ming ko'y deb 20 ming ko'y to'xtamlashgan bo'lsa, dadasi shu pulni berib 5000 ko'yni bir puli 5000 ko'y qolgan o'lib ketdimi? Lekin bolalar deydiganmiz. Sizlar 15000 ko'y tepib dadangnikini o'zingizning to'laytsizlar, dadangni azat o'lgan, sizlarmi azat bo'lgan bo'lasizlar deydiganmiz. Dadasi mukatab bo'lsa bolasini yo'qmi? Ya bu ikkilangi to'xtamlashibdi. Dada bola ikkilan bir xo'jayinning quldi bo'lsa, dada bola ikkilan sizlarga 10 ming ko'y, 20 ming ko'y tepib berib, biz ikkilan azat bo'ldi deyishibdi. ولا يوضع عنهم ulardan kemaytirib etmaymiz. Yani dadangni 5000 ko'yda uni tashlatilar, dadang o'lganiga ish tugusin, masalan, o'zingni 10 ming ko'yni bergin demaymiz deydi. Bimavt abihim shay'un. Dadasi tugab ketgandan keyin dadasi tava pulni kemaytirib etmaymiz. Chunki to'xtam hozir bir. Agar uni bo'lmasa, shu to'xtam tegidan baka bo'ldi. قال محمد بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. İmam Muhammed'de biz müşkarajdan feyda eddav utiqu jami'an. Aş balları dadistan ve özünün qarzını tölütüp qalsa, hemmesi azat olan buldu. Eğer tölümse,
hammasi qul bo'lgan bo'ldi. Vaqala Malik ibn Anas akhbarani mukhbiran. Uni rivoyatda Anas ibn Malik dedi, menga birisi xabar qilgan. Bu yerda xabar qiluvchi ko'pincha ahvolda kim bo'ldi? Sahab bo'lishi mumkin. Ya cho'ng tabi'lardan birisi bo'lishi mumkin. Anna Ummu Salama zavji Nabiy sallallohu alayhi vasallam kanat tuqatu mukatabataha bil-dhahab wal-waraq. Tuqata degan birisini mukataba, bir dedikini mukataba qilib 10 ming ko'yga tutishibdi. 10 ming ko'yni masalan 2 yilda kelib birisi degan bo'lsa, 2 yil to'shab bo'yicha pul lozim bo'ldi yoki tezroq bu ishni bitirib pul o'tay deb, hozir naq 10 ming ko'y oltin beram, ya'ni naq pul beram ishada azatolab ketgan deb qalsa, endi bo'ladi deb endi qilake. Mushu joiz demakchi. Bu xuddi nima o'xshaydi? Da'vat ajjal degandek. Qazini yerini tashrif tutmamaklar naq nesi saqlab o'tmaydi. Nesidin ta'limi yo'q deb bundan o'tamiz. Babu sabaqa fil khayl. At musobaqalash va do'tki ishtaymiz. Sabaq degan rihan ma'nosida keldi. Albatta musobaqani biz ochib turib, o'shaga qadar baslashib baqaydi. Qasim birinchi o'lkamiz desak, pul tikmasak joiz. Lekin ikki taraf pul tikib qolsa-chi, masalan, 100 ko'ydan 200 ko'y chiqadi. Kim ussa 200 ko'yni oladi desak harom bo'ldi. Lekin bir tarafdan bulab qolib, bir taraf 100 ko'y tikib, bir taraf pul tikmay, agar siz qolsangiz 100 ko'yni olasiz desa mayli. İki taraf tang pul chiqarib bir tutgan bo'lsa bu qimar bo'ldi, bu harom bo'ldi. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس. أت مسابقة pul tikib qolsa mayli, lekin shart bilan ida mana adkhalu fiha muhallilan musobaqani olib turgan birisini aralashtirsa halol bo'ldi. In sabaqa akhadha sabaq. Yani bu pul tikmagan adam. Mesela 10 adam qatnashibdi musobaqaga, 9'a 100 ko'ydan 9 ko'y chiqadi, birisi bir tiyinni qatnashibdi. Agar uni bilan tang chapadi, pul qatmagan adam tutib qolsa, 9 ko'yni serib olgan bo'lsa, agar putur o'tib qolsa, bu birsin to'lamaydigan bo'lsa, bu musobaqa joiz. Muhallal ekan. Va in subiqa lam yakun alayhi shay. قال محمد رحمه الله بهذا ناخذ انما يكره من هذا ان يضع كل واحد منهما سبقا. سبق degan mishada tikkan pul chiqarsa misa bu chog'da harom bo'ladi. Fa in sabaqa ahaduhuma akhadha sabaqayni jami'an. 2 kishi qatnashgan bo'lsa 200 ko'yni oladi. 10 kishi qatnashgan bo'lsa 1000 ko'yni olgan bo'lsa bu chog'da bo'lmaydi. Fa yakun hada kal mubay'a. Shunami? Mubay'a desa bu hamda nimaga o'xshash bo'lsa 100 ko'yni 1000 ko'yga almashtirgandeklar jazoni bo'ladi. Pul savdosi bo'lgandek bo'ldi, lekin jazoni bo'ldi. Fa amma idza kana sabaqu min ahadima aw kanu thalatha was-sabaqu min ithnayn minhum. Lekin birisi ashunda pul qatnashtirmagan bo'lsa, va thalithu laysa minhu sabaqun in sabaqa akhadha wa illam yasbiq lam yugharram. Tutamasa pul to'lamaydigan, pul qatnashtirmagan tutib qolsa, hamma pulni olgan bir kishi qatnashib qolsa, muhallaldan birisi فهذا لا بأس به أيضا وميله وهو المحلل الذي قال سعيد بن المسيب. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن سعيد بن المسيب يقول إن القصواء رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قصوى عضبادا. قصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسبق كلما وقعت في سباق. وسبقت نصلا متذكرا رسول الله فوقعت يوما في إبل فسبقت. بركنا مسابقة نشاب ينلب قلبه. Bir bedevininki yaş tövgüsü kutuldu. Fekanat alal muslimina ka'abatan ansubiqat. Ya ka'abatun ansubiqat. Ulan bu istibabdan Müslümanlar konuların bulab düşmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tövgüsü yanılıp kaldı. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innen nase idha rafa'u şey'en ev aradu raf'a şey'in ravi şeklini koygan ve da'ahullah Allah Teala onu öldük koydu. Yani taza kişi de tazı götürüp bundan yoksa Allah Teala tohtağında bunda şürük koyduğu var. Çünkü Allah Teala'nın subhanahu el-Hafid el-Rafi'. Kâle Muhammed rahimahullah ve bihâdâ nâkhud lâ be'se bis-sabaqi. Musabaqalaşsa demek için şeyde. Muşu türlük nazilde musabaqalaşsa meyle. Fin nasl degan o'qiyaniki uçidiki tümi. Yani bir adım maksat şu o'q etishda demek. Vel hafir tomtuyoqli hayvonlar, eshak, keçi, at degandek. Vel xuf bu mu nima tuyoqda emas, ach tuyoqli hayvonlar. Muşuda musabaqalaşsa buldu deydi. Eshak bo'lsinmi? Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.